Rahmat. Al endi shu amalda odamgarchilikning bir belgisi bo'lsa, salim bo'lmay, alim bo'lmay deydi. So'ningdan o'zingiz bilan bir ajoyib amalda sayyor. Bugungi belgili kechga birletib kelgan barcha qonaqlar, hurmatli xonimlar va mirzolar, barchangizga million turg'uni bor chiroyli shimqalamizning jazg'i 20 gradusda issiq salim desova, amonda sova. Assalomu alaykum, beriki qutlu bo'lsin. Assalomu alaykum, mehribon pirman avlod, bag'ri keng so'zlari oltinga teng. Shirin so'z hamda mehmon do'st, go'zal bir ko'rishlarning aziz mehmonlari, hurmatli ota-onalar, qavm qarindoshlar, do'stlar. Barcha-barchalarga yana bir bor o'zbek onalar tushinglar. Assalomu alaykum. Albatta, bugungi tantanamiz qahramoni. Bugungi tantanamiz Yasminaxonning 1 yosh tavallud yoshlariga barcha aziz mehmonlarimiz xush kelibsizlar. Hozirgi damda biz ushbu qahramonimizni dodalari, opalari birgalikda Badiiy maydonimizga taklif etmoqchimiz. Qani kelinglar, bayramona kayfiyat bilan, qarzaylar bilan imkon qadar o'rinlarimizdan turib kutib olsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Marhamat. Время медленно шагает, и всего один раз в год. День рождения бывает, и его ребенок ждет. Он мечтательно вздыхает и тихонько напевает. С днем рождения меня, с днем рождения меня, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения меня. Редко в самом деле он бывает потому, что мы все друзья успели подготовиться к нему, чтоб подарки присмотрели, чтобы громче хором пели. O'rlarda turib qarsaylar bilan kutgan mehmonlarimizni xonadonlarda hamisha mana shunday chiroyli kunlar, to'ylar bo'lsin. Ana endi biz Badiiy maydonimizga ana ushbu tavallud yoshini nishonlayotgan Yasminaxonni, tantanamizning qahramoni bo'lgan Yasminaxonni, ushbu odalari, opalarni, ya'ni Tojivoy dodamiz, Mehrona xonimiz, Zaynidon dodaxonimiz va Mehrona xonimizni Badiiy maydonimizga imkon qadar bu tomonga kelsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi, hurmatli dodalar, opalar. Va boshqa mehmonlarimizdan bitta iltimos, hamma o'tirib olsin. Qani kelinglar.